ikkini ikki ko'zingizga, birisini yuragingizga bilan sanjutlaymikin deyman. Yeni quruq qo'l kiribsiz ha? Quruq qo'l? Ha, tuttura xotuna. Mana qizni namdab kedim qo'lamni. Bo'ldimi ya? Men demoqchi o'zingizni bilmaykansiz shundami? To'y xotiri kunimiz o'tib ketgunicha 3 kun bo'ldi. Har kuni kiysangiz qo'lingiz qalab qolib nima g'ash kiygan-tu deb. Mushunda ulug' kunida bir menga yangligi chaqliq bir sovuqdingizmi yo'qmi? To'y xotiri kunimiz? Xotin bu to'y xotiri kunimiz shuncha bo'la ulug' kunmi? Ulug' ish bo'lmaganmisa, 7 yil jarayonida bir uyda turib, bir-birimizni bog'ishib qo'ymay, o'ltirib qo'ymay, sog'-salomat o'tgunimiz shu ulug' ish emasmi? Bu degan anlamı rasadi. Hozirgi jamiyatda 7 yil uy tutmoqmi oson emas. Lekin o'ylab baqsam bu har qitimli xotiri kun bayramida ayollar so'g'at qabul qiluvchi, erlar so'g'at bevjilab qol ekanmiz. Biz degan ayol kishi, ayol degan ayolg'uchi, so'g'at qabul qiluvchi degan gap shu. Ay manga. Ba'zi vaqtda er ayollar barobar deb to'lishib ketgansa, yana muyinda bayram kuni kelganda endi qopab ayol degan ayolg'uchi deb. Biz erli davomli ziyon tortquchimi bu yerda. Shu ushuqligingdan yaxshining hammasi sining olib ketadi-da. Biz ayollar olmasa asıl erli nereden paydo bo'libdinglar? Yani şu gapmi? Ay bo'ldi. Mush gapingdan o'tolmayman-ku men. Ma'qul, sening rost. Bir so'g'at etmasam bo'lamdi. Bir so'g'at mashikaga bir telefon bilan to'g'rilayman buni. Uyning oldiga olib kelib berdi bir telefon qilsam buni. Oxir o'zingiz bildingiz buni. Voy. Haliqi erlar yig'lab, ayollar kunlar oltin kunimi? Sal turib telefon qaytaramsiz? Bir telefon qaytaram, size bir ciddi iş vardı ya. Dadisi sizin nimdan mert, altından qimmatligida de tutturanlar. Bu ne oldu? Elanlar, içanlar. İşlep charchagansizlar, tugitib ichib yutanlar. Kevser limon kango bu xo'ta. Elaki sizlar amroq limon ichimlik shu. Selim bilyapsizlar ne bunun qamroqligini. Bunun nimish qamroq desanglar, ma'noga haqiqiy 20% limon qo'shilgan. Ba'zi bir limon ichimligiga o'xshash shaptolning, nashpitning aralashmalarini qo'shib qo'ygan emasmi bu? Ma'noning miqdori mijik, haqiqiy limon qo'shilgan, tamisil. Ma bezdim ko'zam. Uy. Telefon qaytdi. Vay. Sizlarga Vangsandagi erlar yig'lab, ayollar güler altın kun shu-ku. Bunda gap qalang. Elqi sening do'konining yenida sol tarafida kasofat deb belqi xonim qizlarning dangliq markali kiyim-kechaklarni bo'lgan bir do'kon bor emasmi? Shuning aloqa numerini topolmadim. Qo'shni bo'lganligini siz bilasiz yaxshi, shuning numerini deb bersangiz bo'pti. Bo'lapti. Altın epamizmi dangliq markali kiyim-kechak epasin mayli. Tuturama telefonu besolay. Ma'qul. Muhim telefonni em bo'lib bizda. Dadisi, em numeri olsunchumi? Em numer. Oyoq 37. Gap parlamay tuttura xo'to. Voy. Elaqi kasofat xonim qizlar kiyim-kechak do'konisizlar? Mana gap qalang, sizning kiyimlar ajoyib isel. Sildin kiyim-kechak olganligi masalan, ishtonning oyog'ini bo'ktirganga ayrim bir kart ver ekansiz emasmi? Shu kartini olib borib nima qilgandaligi sizning bergan kartangizga qarata ishtonning oyog'ini bo'kab bergan bir saypon bor ekan. Shu sayponning aloqa nomeri lozim bo'lib qoldi menga. Asli bu menga isel rahilib kiyim tikib bermoqchi ekanda. Voy bu tak asal nomer ekan-ku. Daniq saypon bo'lgandek, mujna oson pul numarini ishlatgan gap, tamam. Ma'qul, rahmat, Endi eng muhim telefonlarimiz xo'ton. Ural dadisi. Haras dadisi uyga kirib o'lchab ketamiz yoki biz do'koniga berib o'lchdamizmi? Bak to'liq so'zlaykansan xo'ton. Men ish qilayotgan davomli osh qilmashgan burtdek, qo'shqaminasi qurtdek turolmay ketgansiz-na? Paransamay tuttirma telefonni, Nimda? Ma'qul, xafa bo'lmanglar, endi gap qilmayman. Voy, elaqi sayyora sayponmi? Xafa bo'lma. Sayyar ma'lum. Ishqirib siltikkan kiyimlar ajoyib isil jumol ekan. Pachatdik o'tislar.
Ama lekin muşu sizlar ayollardan foydalanıp biz erlarning yanchiqlik bilan to'liq ep bo'g'itadigan jumad ekan. Men o bagam dedim. Endi maqsadga kelsak, manda gap qala. Ha bizniki ma xotin bol to'y qilganimizning 7 yillik xotir kun etdi ha. Şoň men xotinimga daraq bir sovg'at beraydigan. Ha, o kiyimning gapini qilmay turlar, manda gap. Siz aşı kiyim tikirqanga ishiltgan ilqi yingningizni nerdan olsiz? Ha, shungan o'zadimmi? Eşin aloqa numeri bormi sizda? Boz bir tepəsiniz eşin noçinizdən bir 3 tal alay devdimmi? Ey, qo'ya telefonni. Tıraya Gel telefonu. Ey bu Nima qilib yalni? şu baya o'zing men yingni chaqliq o'zim sovg'a deb bergan dedinglar qo'y, shunga yingni alay deb, noçini alay deb shu munosabat izlab, hozir eng noçini topgan. Ha, meni shu gapim uchun yana epmamoqchimiz? Ma'qul, elanga. Cho'ngroq nelanjimi? Cho'ngroq ne? Yotgan tikiqini o'z bo'lamdi. Ha, bo'ldi. Bo'lsa, uningda yo'g'aroq bo'lsin. Uningda yo'g'an? Unchola yo'g'an yinglarni nima qilsa qo'ta? Unima? Unuchu qiling, siz uxlab qolgan vaqtingizda ikki ko'zingizga birisini yuragingiz bilan sanjutaymikin deyman. Telefon kela. Voy. Ilqi erlar yig'lab, ayollar kular oltinni kunimi? Xotin oltin zanjir premi yo oltin bilezikmi?